başladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah o'zing hamson aşkı Allah. Biz seni qaytamiz. Mana qabriston turibmiz. O madaniyat jamoadagi Xivray tumanida Yonariq mahalla joylashgan polvon ota mazar turibmiz. Alloh taolo ota onamni ziyorat qilib keldim. Allohga shukrlar bo'lsin. Kichkinagina Allah mana shu ziyoratlarim to'g'risida ozgina tushuncha olib boraman. Ilohim hammanglarni Alloh taolo o'tgan rahmat qilib masjiddan obod qilish hammamizga Alloh nasib qilsin. Masjidni obod qilib, masjidlarimizni Qur'on tilovat namoz obod qilib, mozorlarimizni Qur'on tilovat qilib, gullik obod qilsin. Hamma nasib etsin. Allohu akbar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh hamson shukr bo'lsin. Mana mozorga o'tirimiz. Endi bu hadisga murojaat qilamiz dedi. Avvalambor Alloh bizni yaratib qo'ydi. Hadis aytiladiki, o'lganlarning orqasidan yaxshi tomonlarini gapiring, yomon tomonini gapirmaydigan joy bor hadis. Keyin mozor kirgan paytda o'zingiz kamtarona qiling, sal engashroq yuring. Ham gerda emasdan deyiladi. Bu sigaret chekilmaydi, so'kilmaydi mozorda. O'liklar hurmati bor. Ya'ni o'tgan ota-onalarimiz bu yerda yotdi, azoblar yotdi. Shuning uchun assalomu alaykum ahli qubur deb kiramiz. Ya'ni assalomu alaykum qubur ahlilar deydi. Hozir hamma yotganlar bizani umidvor yotdi. Kimdir duo qilsa, tilosi bolalarim kelsa deb tilovat qildi. Mana hozir bir mo'jizani ko'rsatamiz sizlarga. Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Meni ko'pchilik hatto taniydi. Allohga xizmat qilaman, yana bu yoqqa xizmat qilaman. Yoshim 66 yoshda, 67 ga to'ldim, 967 kiraman inshaalloh. Shunga shukur, shuncha yashab qo'yganiga. Yoshim yetishga uyalaman. Neyse payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 63 yoshda vafot etganlar. Hatto Ahmad Yasir aytgan ekanda, 5 yoshimdan belim bog'lab taovat ibodat qilib ro'za tutdim. 63 ga kirib, g'orga kirib ketgan ekanlar. Shuning uchun endi 60 dan buyog'ini 63 ta payg'ambardan keyin yosh yetib odam uyalar ekan. Mana xo'jalik aytolmaylik kuni men boshqa ibrat bo'lsa, mana yashab kelman. Alhamdulillah, Xudoga shukr. To'rmuchal omon tan jonim sog'. To'rmuchal degani nima tushunsa, to'rmuchal deganda 12 yildan 4 ta muchal bo'lsa 60 bo'lib qolganda. Shu o'ylagan ekan. Men to'rmuchal hech tushunmasa, endi tushunib qoldim. Mana endi hozir shu yerda qabrdan kirib, tozalagan keldik, bir xil nodir tushunadi. Iymon e'tiqod tuzat bo'lsalaring, e'tiqoding toza bo'lsa, mana mashdan ko'rgan odam tushunadi. Mana masalan, men gul ekish, qabr obod qilish. Mana shu gul men kelmagan paytda salot o'qtiradi ota-onamga. Biz har doim o'qtiraman Allohdan. Ota-onam rahim so'rab turaman, qabr azobidan asal duo qiltiraman. Mana shu farzandni ota-onasi kechida tosh qilish uchun Qur'on o'qish kerak, namoz o'qish kerak. Ana shuning uchun qori bo'lsa, ota-onasini boshiga tosh qilishdan bekor emas-da. Mana shu gullar ekilgan sababi mana shu yerda yetishadi. Yo'q, hozir ko'kalarni ko'k kulursin, uzmaylar, salot o'qtiradi. Bu bolasi yo'qligiga ketgan bu narsa. Farzandi bor odam bu yerga obod qiladi. Xo'p, faqat obodlanishni tilab qo'ymaydi. Bu o'zi oilasi uchun o'zi kurashadi. Ota-onangiz sizni uchun qanaqa ishlar qildi? Siz boqaman deb qiyinchilik ko'rdi. Endi shu qiyinchilik ko'rib, tilaringiz tozaladi. Qo'llarimdan, pokiza qo'llarimdan, noyidan qo'llarimni siz tiylar tozalab, katta qilib parvarish qildi. Biza shu bitta ota-onamizni qabriga qarashga kuch yetmaydi. Uyat emas bizga, mo'min musulmon bo'lib turgan. Nimaga hayot buzilib ketyapti? Hayot buzilmaydi, inson buzilyapti. Noshukridan bo'lyapti-da. Alloh taolo yaratib qo'yibdi, hammani yaratib qo'yibdi. Birini boy, birini kambag'al, birini kasabli, sog', birini aqlli, birini ahmoq yaratib qo'yibdi. Birini halol mehnat qiladigan qo'yibdi, halol. Bittasini g'avosh qo'yibdi, bittasini muttaham qo'yibdi, yozuvchi qo'yibdi, bittasini Alloh uchun xizmat qiladigan qo'yibdi, haq so'zga yetadigan qo'yibdi. Bir xillar birovning haqqini yeydigan qo'yibdi. Hammasi Allohning qo'lida sinovda turibdi. Shuning uchun ota-bola aytganki, "Ey birov bandalari, Alloh bandalari, meni shirin sak farzand halol bo'ladi, luqalarni halol bo'lgancha meni halol mehnat qilib, shu davom ettirib, bu o'zidan qo'ldan nima kelmaydi. Nimaga keladi? Mashina mos sotish keladi. Razboy shish qo'ldan keladi. Biroq kiydirib ketsa ham qo'ldan keladi. Biz Xudodan qo'rqamiz, yaratgandan qo'rqamiz. Shuning uchun mana endi bir misol, mana ko'klarni yulib tashamaydigan ma'nosida biz bu yerga ikki qo'ygan joy mana, ko'kni ikki qo'ygan gullar. Ko'rdinglar? Mana bu gul mana. Bu sabab nima deganda, men kela olmasam agar, bolalarim kela olmasa, mana mashina savol shunga yetadiki, shu bandangga rahmi kelgan. Mana shu ham hamda son qilib turar ekan. Allohga chiqyotgan har bir chiqyotgan navobat Allohga hamd sano qilgan. Ana shuning uchun mana bir misol mana shu meni otamni, xo'p, qabrlari mana
Avliyolar sultoni Shayx Abdulqodir Jiloni avlodlari Said Jahongirxon o'g'li Said Amir Adam bo'lgan. 1900 tug'ilgan, 1980 o'tganlar. Qara. Endi bu vaqtincha emas, men faxrlanaman. Alhamdulillah faxrlanaman. Nega? Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sulolasidan bo'lganiga faxrlanaman. G'urur boshqa narsa, g'urur ketar kanaqaga o'xshab. Boy bo'lib g'ururlanib ketadi-yu. Lekin biz faxrlanamiz. Shunda avliyolar sultonining navara chebarasiga biz sulolasiga alhamdulillah Xudoga shukr. Bolalarimiz o'qimishli hammasi. Ana endi bu yerda toshda tushuntirish insonlar kelajakka xos mana ibrat uchun qoldirayotgan narsa. Bu katta tosh qo'yib haqiqat o'tgan joyi yo'q. Bu yerda shirk keltirgan narsa yo'q. Bu toshga sig'maydi. Shu orqali top keladi bizlarning bolalar navaralarimiz. Kelajakda biz 50-60 yil, 100 yildan keyin mana shu top kelishadi. Demak, shu otamamiz shunaqa o'tirgan odam ekan. Mana bunga misol. Mana qarang. Mana bu lola qarang, endi ochilyapti mana. Lola yaqinlashdi. Bu lola ochilyapti. Sabab nima? Otamiz Alloh rahmat qilsin, ilmli odam bo'lgandilar, ziyolilar bo'lgandilar. Ularning otalari Jahongir bilan ziyoli bo'lgan. Jahongir ishon zanjirbandi bo'lgan. Tarixda bor narsa. Payg'ambarimizda sajramizda bor o'xshayapti. Bir maqtanish kerak emas, uni sajrasini maqtanib dotgan emas. Biz naslim bilan faxrlanaman. Toza nasldan ekan biz. Ota-bobo toza halol o'stirgan halollikni yoqtiramiz. O'shaning meni nega kim yomon ko'radi? Kim? Kim yomon ko'radi? Haromxo'rlar, biror haq yeydiganlar, iymoni yo'qlar, Allohdan nafrat ola qiladiganlar, shu Allohning dushmani meni yomon ko'radi. Men Alloh birovni yeyishdan tebiyman, shaxsiyatdan birov munni qotmayman. Faqat to'g'ri so'z gapiraman, aybim to'g'ri so'z. Allohning aytgan so'zni yetkazaman. Alloh uni harom dedim, harom dedi. Zinoni harom deyapti, aror harom deyapti. Hop birov haqini ish harom deyapti. Aytaman-da, kitobni odamlarni tarbiya qiladi. Shu qabr ham tarbiya qiladi. Bu ibrat. Mana qarang. Bu lolaning maqsadi shu ota-bobomizni, otamni halolligi uchun. Mana shu hamma taniydi, Amir Hamza ishonsa hamma taniydi. Birovga bir ziyon tegmagan odam bo'lgan. Shu kiyimdan oxovas keladi. Mana tilladan ekin anaqa chiqyapti. Tilladan qarang. Bezamasda, aytadiki, qabristonda chiroyli insonni qabridan baho bersa bo'lar ekan. Mana endi bu yoqda aylanib o'tiblar. Alloh shu farzand dog'idan asrasin, farzand dog'idan. Farzand dog'idan asrasin. Mana bu yerda Said Abdulxon katta o'g'limni o'g'illari qo'y. Birinchi o'g'illarman. Said Abdulxon avlodlaridan Muhammad Said Abdulxon o'g'li. Mana. Demoqchi mana bu yerda lola turibdi, qarang, lola. Etgan payg'ambar aytgan ekanlar, kimdir 3 ta o'g'li bo'lsa, 3 taning o'tda Muhammad qilmasa yanchli degan joylar bor-da. 3 ta o'g'il bo'ladi. Said Abdulxon, Said Abbosxon, Said Ahron qo'yganman-da. Shuni afzalotini Muhammad Said qo'ysam bo'lardi. Bilmayman-da. Endi hamma yanchadi, men ilm bo'lsa. O'shaning uchun Alloh taolo Muhammadni olib qo'ydi. Unga ham rozimiz. Sinovda qani kim farzand berish kerak? Farzand dog'idan Alloh asrasin. Mana shu nabiralarimman. Allohga men Alloh oxiratda bizga jannatda tosh yig'sin deydi. Bizdan jannat kutib olsin deydi bular. Ko'rlam, o'lim haq. Ya'ni nimaga ana qilamiz? Chiranamiz, nimamizga chiranamiz? Uyimiz bor, joyimiz bor, suvimiz bor, ahli oilamiz yaxshi. Nima kerak bizga yana? Ha? Dunyoga yolg'onchidan berilib nima kerak bor? Qilayman, dunyoni qiling. Lekin insof bilan, iymon bilan qilish kerak. Mana qarang, bu nabiram. Mana men onamni qarang. Bugun tush ko'rdim. Tushimda onam bir joyda yurgan ekan, menda xafalar. Onajon, ne xafasiz dedim. Uyga keldim-da. Bolamga aytdim, ket dedi, qo'limga ketmasam bilan. O'rab olib keldim. Mana onam o'tdi. Tepasida gullar. Qani, onam. Birodarlar, onangiz qani, otangiz qani. Qabr kelib bunday ibrat olsalar bo'lmaydi-mi? Faqat dunyoda o'tib bo'lishi kerak. Agar bo'lsangiz, xo'p, Allohni tanisa, rohatdasiz. Bo'lmasa xuddi mana bizga o'sha mana kelib turibman. Menga hech nima kerak emas. Bu yoqqa nima qoldi? Faqat yaxshilik qoldi. O'tganligi palonchi qanaqa. Nega payg'ambar hamma yaxshi ko'rgan. Birovga azob bermaganlar. Hammani to'g'ri yo'lga boshlaganlar. Shuning uchun mana Alloh ota onaxonni sattar, onaxon ruhlar shod tepalik gul o'sib, men omadimga atilibdi. Boshqalar oldimda buni omadim. Mana shu salovat o'qib turaman, yo'qimda deyman. Mana bitta navaram, mana bitta otam. Ana o'tda kelinimlar, akalarim, bolalar navarar o'tdi mana qani. Qabr ko'rdilarmi? Bir qilitlarga ana qilib deravar xuddi o'zi ilmni qilib ko'karyapti. Yurmaylar, nimasizlar? Keyinchalik ana o'zingizga ana qilasan, toq qilishga boshlab buni qabr tepasidan atrofini keyin olib o'tlar.
Mana qizim bor mana. Men Shonor qizim. O'tdim chiroyli gul o'sib tepasida qarang. Mana chiroyli gul ko'rasizmi? Mana qizim mana. Ko'ryaptimi? Shu kim parasini berish keladi? Ko'rdinglarmi? Alloh rahmat qizim mana ruxsat bo'lsin. Mana bu ham bitta sinov. Menga boshida o'tgan sinovlar. Men sabr qilaman. Mana men opam mana qalar buni. Mana Amir Hamzaxon qizi Tursunova. Mana adam qizlari. Bizda hech o'gay yo'q anaqa bo'lmaydi bizda. Bizda hammamiz birimiz. Odam ota farzandimizmi? Kelajagimiz. Shu odam ota tarqalganmiz. Faqat shu tarbiya, bu taqvoda to'g'risida sal odam anaqa qiladi-da. Mana shu taqvoda bo'ladigan Allohdan qo'rqish. Taqvo nima o'zi? Taqvo faqat to'g'ri qilish emas. Taqvo Xudodan qo'rqish, ibodat qilish, yeyotgan halol yeyish, bolalar halol luqmani boqish taqvo deydi. Yo'q bu qabr azobidan Alloh asrasin. Mana qabr azobi ko'p aslida innamasdan olamini saylalabdi bekorda mesela innamasdan yotibdi. Hamma kutyapti. Meni bolam kelib tepamda duo tilovat qilaman deb o'tiribdi. Mana shularni bularni qabriga hammadan zo'r. Lekin eslab turamiz. Lekin biz tiriklarcha hurmati yo'q. Birini orqamizda Alloh g'iybat, hasadlik yomon, eng yomonisi. Hasad qilmang. Qabr azobida bor ertaga. Hisob kitob bor. Mana bunaqa gullik, mana tepamizga mana gullar chiqadi. Agar biz qanaqa qilsak, mana shu obodlikda kelib tursak, mana shu obodlikda bolalarimiz ham orqamizdan davom ettiradi. Shu uyda ko'rgani qiladi dedi. Daraxt qaysi daraxt bo'lsa daraxtiga shu olmadik olmashadi degandek halol bo'lishlarini hammaga so'rab qolaman. Alloh qabr azobidan asrasin. Ilohim mana shu yerda shu Jahongir sulolasidan mana bitta nabiralar bor. Said Abbosxonning o'g'li, ya'ni Said Abbosxon avlodlaridan Said Muhammad Aminning akasi Muhammad Yoqub degan bir nabiram bor. Xudo xolsa shu nabiramni tilovat ko'radi. Keyin bunga yaklaşıyorsa Allah hamd razı etibor nechun ming rahmat halol inson bo'lib to'g'ri bo'lib haq yo'ldan adashtirmasa Alloh taolo erta oxiratga borganda hisob kitobda yengil bo'lsin. Allohim o'zingga ham sano bo'lsin. Qabr azobidan, jahannam azobidan o'zingizlar bolalarimizni iymon ettirdi. Halol pokiza eliga yurtiga xizmat qiladigan halol farzandlarni Alloh nasib etsin. Yurtimiz elimizni Alloh tinch qilgin. İbadette, imonda, islomga quvvat bergin. Musulmonga quvvat ber Allohim. Halol yo'ldan adashtirmasdan o'zingga muhabbat mehr qo'ydi Alloh taolo. Muhabbat mehr bilan davom bo'lsin. Dunyoda aka-ukamiz halol inson birgamiz jannatda Alloh hammamiz birga qilsin deb duo qilaman. Amin. Allohu akbar. Hozir bir nabiram Xudo xolasa video tilovat qilib beradi-da. Shu Jahongir sulolasidan Muhammad Yoqub, ya'ni Said Abbosxon o'g'li mana bu Alloh uchun qilib o'tdi. Maqtanish emas. Bu yerda nima Alloh uchun tarbiya qildik. Alloh ajrini o'zi bersin. Tarbiyamizni Alloh ajr oxirida bizga mana shu farzandlar toj kishini Alloh nasib etsin. Xo'p, 2 bor Qur'onni inshaalloh yodladi, ilohim xatm tushirdi. Alloh hammamiz farzandimiz shunaqa yo'qsin. Kim agar shu insonga havas qiladigan bo'lsa, oila shunaqa nabira, shuncha nabirlar bersin. Iymon qilib, kimdagi hasad qilib qaragan bo'lsa, yomon qarasa ularga insof topib bersin. Hammamizni Alloh shu yoshlar go'daylari tufayli elimizni Alloh tinchlik omonda saqlasin. Qori bolajonim bitta tilovat qilib bersa-da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazil qilgan Qur'oni Karimdan, ya'ni Fotiha, Baqara sura o'qildi. Mana shu Muhammad Yoqubjon navaram o'qidi. Ilohim poki umri uzoq qilgin. Kelajakda bizni boshimizni tosh tutadigan qori Qur'ondan bo'lsin, Alloh nasib etsin. Makka Madinalarga iymon bo'lsin, Alloh nasib etsin. Kimiki mana shu inson havas bilan bizga havasli qarayotganlik Alloh ajrini o'zi bersin. Fitna bilan orqadan qarayotgan, yomon illatlar bilan qarayotganlar insof topib bersin. Biz hech kim qarg'amay so'kin, payg'ambarimiz qarg'amay so'kmaganlar. Faqat insof so'raganlar, insof bersin. Kimki havas bilan qarasa, bolalaridan, nabiralaridan shirin shakar shunaqa olimlardan Alloh nasib etsin. Ilohim pok Parvardigor o'tgan ota bobolarimiz, aziz avlod boboni Alloh rahmatiga olib, ular yo'lida bizga ham nasib ro'zasab, xalq uchun, elimiz uchun, dinimiz uchun xizmat qilgan farzand ko'paytirgan. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika. Alloh rahmat. E'tiborchi ming rahmat sizlarni oilaga Alloh rahmat olsin. Qabrda yotgan barcha musulmon ruhlari shod bo'lib, shu tilovat duodan ularni bahramand qilsin. Qabrlarni jannat bog'chasiga Alloh aylantirsin. Bi rahmatga arhamar rohmin.